Ana shu mentalitet bizda Markaziy Osiyoda mentaliteti juda baland xalqqa kiradi. Juda baland. Shuning uchun menga Chingiz Aytmatov bilan yaqin edim. Mendan ko'p so'ragan vaqtda bir marta so'radi, Abdullajon, meni asarlarimni o'zbeklar sevib o'qiydi deyishadi. Shu dedi, shuni tarjima qilgan Rashidovning ukasi tarjima qilgan. Shuning uchunmi? Dedi. Ta'siri yo'qmi dedi. O'zi haqiqatda o'qiydimi dedi. Men aytdim, Rashidovning ukasining tarjima hech qanaqa aloqasi yo'q. Foydasi teggan joyi bordir. Chunki bu xato ketmasin deb yaxshilab shu tekstni ko'rishgandir. Lekin haqiqatdan buyuk ijodkorsiz, o'zbek shuni o'qiydi. Desam, xayriyat dedi. Keyin dedi, buni gap so'rayotgan gapimni bu sababi bor dedi. Hay dedim. Markaziy Osiyoda dedi, bittagina yetuk xalq bor. Savodli xalq, u hammasi o'zbek dedi. Madrasa ko'rgan, kitob ko'rgan xalq dedi. Boshqalari anglamaydi ham, o'qimaydi ham, tushunmaydi ham dedi. Shuning uchun dedi, men kitobimni o'zbekka yoqsa, men rozi bo'laman. Shunda imtihondan o'tgandek bo'laman. Ana shu gapdi. Bo'lmasa o'zi qirg'iz. Qozoq qarindoshi.